Kelajakda doktor bo'lmoqchisiz, ammo ularning hayoti qanday bo'larkin deb hech o'ylab ko'rganmisiz? Siz uchun top 5 ta meditsinaga oid daramalar ro'yxati. 5-o'rinda doktor va krizisi. Meditsina eng qiyin sohalardan biri. Shifokorlarning o'zi depressiya, burnoutga ertam-kechmi duch kelishi mumkin va mana shu payt nima qilishingiz kerakligini shu daramada ko'rishingiz mumkin. 4-o'rinda prizrichniy doktor. Tasavvur qilib ko'ring, Einsteinning ruhi sizning tanangizga kirib qolsa. Bilaman, absurd, lekin qiziqarli. Daramani boshi biroz zerikarli. O'rtarog'igacha sabr bilan ko'rsangiz, oxirigacha qiziq bo'ladi. 3-o'rinda vrachi. Nima deb o'ylaysiz? Oddiy bir o'smir qiz maqsadi uchun erishishda qanchalik intizomli bo'lishi kerak? 2-o'rinda даже в психиатрическом отделении наступает утро. Real voqealarga asoslangan darama. Manda hozir depressiya deydiganlar. Sizda shunchaki stress bo'lishi mumkin. Haqiqiy depressiya qanday bo'lishini shu daramada ko'rishingiz mumkin. 1-o'rinda doktor romantik uchitel Kim. Legendarniy darama. Hattoki o'zim ham daramadagi mazmunli gaplarni erinmasdan yozib chiqqanman. Ham hayotiy, ham meditsinaga oid ko'p narsalarni o'rganishingiz mumkin.